Ha dada. Mana xotin tap-tapdan deb keldim mana. Akşamsız suyumla kıyımda. Men kelinim yo'qdi ya. Endi buludu. Tırnığı var mı boz bolam sana? Ha? Qanday ekan bu qizil qanday ekan? Bu iliq doyunda mında qilib uxlaydigan qizlar shu'g'u. Ha shu. To'lmabsa dada. Sen mi ko'ramsan ha? Mana. Doyini hammadam ko'rdi hozir. Chiqadi ekan shu, qism jimil chiqadi ekan. Shirdak qilma, pildak qilma deganmi chiqadi ekan. Bak ko'g so'lab kutib doyini hozir. Ashning biz shu-da, edep topolmam mushalamda. Oy undaq deyman ha. O'xshamaydi u. Pildak qil degan o'ldiga aqlliqlar uni ko'msak bo'ldi emasmi o'zimiz? O'zimizdagi masala o'zimiz. Qanday qilama chiqsa? Bak serib o'tkazsam mana ximidan tiqmasam olmamda. Bak tırnığı var mı adam boz? İri yerden bulup kalsan, kır xotundan bir sıvatda. Açtı alsan olmaz bu. Yaxşırak ben xotundan. Oy men şunda chiroyli qilsam. Saatgina chiroyli, saatgina. Pul rap pul o'zim olay bo'ldi xotindan. Sende pul yok mu? Meni pul yo'q. Kaçangsın bana tayinsen? Voy, sana tayinma, kimga tayinma, dadam tursan sen. Senin yoğun kıp koydum, sen pul tapmam sen. Kaçangsın bakalım seni. Ma atandan şirketi kan zerdap kılır işte akasen. Ben ayda 3 milyon pensiyon maaş alayım. Onun deyken pulunu tölemdim ben maşinanın. Xotne permedim kasbi sonu kılım. Balağına bakam deme. Burundu tat datsap birdi xotinna. Öz az bulmam diken. Atanızlık capa sanmay, öz tırşıp pul tepip xotnaz bulmam diken. Ya ul saralnik o. Bakan baka japata tirishim deme. Datsam pul olgan ki biraz bu. Polsini beqish dadlarning majburiyati. Ağaçağının mecburiyeti. Ağaçağının. Yo'q qilinglar men tilimiz. Ya mush xotin zat olma dadam men. Abi bizden hoşluğumuzdan bir kızı var. Şunda ahlaklık belen pakiz kız var. Aşnap birim sana. Vay bu talağa chiqmaydigan bek edepli qiz ol ekan. Edepli kız var olmay tak sana. Ona muhabbet düşünmem manda. Oğa olaman, xums emasman. Biz har kundichu yo'q qilamiz. Yo'q qilamiz. Ananın. Olmaydi. Zat olaman men qizilni. Bek saatken. Ya apamı saatsa ağan qayni vaqtda. Apang bana tabi. Cima? Mama tabii. Ananın tabi mi kayla baka çırayıqa. Kayla baka nima bedran çamı çıray xotun ba. Azraq mısın? Vazı ten texnik taraqqiy qilib ketdi. 5 minutning o'zidan chiroyini o'zgartirib o'taman, men g'azab pechat qilib o'taman. Çırayını özgertem sen. Ha. Çırayını ko, çıraylı kılarsan. Kalbini qanday çıraylı kılsan. Edem degan ma iştişidin pakiz baka. Unda mehnat xotulni, ko'zini tapgan xotulni men aytmayman sana. Voy undaq deyman ha. Mening qalbim go'zal. İyi bedrangni 5 minutda çıraylı kılalamsan. Hozirgi hammadan qapoqlamas barangni pulg'ala da. Nima karim ba meni? 5 minutdan chiroy qilib kelajam, oldirmay turibsan. Ishonmayman jima men gapimga. Agar senda bo'libdi. Ras çıraylı kılalıb qalsan, chamma çırayını o'ngshab qalsan. O'ylish baqay. Ma'qul? Mavi qaylang. Ma Shanxaychondagi 9-asrninki yampash o'tildiki. Ma isil zodilar, ayollar güzellik sariya mavi. Ma Mejilining maxsus tukuni. Mushakillik Mejilining mollarini maqbaydan sinab qilib bo'ladi ekan. Ondan sirat kirpik olaydigan, qaysliq, ko'z chekadigan, anki tirnoq yasaydigan hamma ishni qiladi. Ondan sirat ustam shagird qabul qilyapti. Qo'sh 11lik katta faoliyat qilyapti. 51 jima. Ma'qul. Aloqa telefon numerini beraymi? Ma'qul. 180 0998 95 22 Öndar o'rtaq. Ma'qul. Men kunnim ishga kelib go'zal bo'lib ketayim sen. Güzel olib ketang ha. Anki dadam ishkimizning to'yga qarshi chiqolmaydi. Menga kutuniga yana ko'rsatib chiqay. Ma'qul. Mava kutib to'g'ay yeri ekan. Voy, Nima ish qilsa? Sizlikma. Nishaning ilanimda. Nima ish qilsa bu yerda? Men bunda pen texnikga taraqqiy qilib biza banglab men vijlarimni bir o'ngshab xotinni jinolaydigan.